Cimsar nahiyesidagi Qozoq imom Qusman Rahim bu yil 11-ayning 17 kuni nahiyalik sud tarafidan qonunsiz nikoh o'qigan deb ayblanib 5 yillik kesib o'tilgan. Qusmanning Qozog'istonda turishliq inisi Bilalning xabar berishicha, akasi 2021-yili imomlikdan iste'fo so'ragan hamda Xitoy hukumatining diniy bostirish shamolidan qochib, Qozog'istonda panohlanishga tirishgan bo'lsa-mu, doirlar uningga ruxsat qilmagan. 7-ayning 14 kuni soqchilar uni uydan Qur'on chiqqan va Qurbon hayit kunlarida 2 maydon nikoh o'qigan degan sabab bilan tutib ketgan. 11-ayning 17 kuni Cimsar nahiyalik sud mahkamasi yepiq sud echib, Qusmanga 5 yillik qamoq jazosi bergan hamda 30 ming so'm jarimani qo'ygan. Shanxay hamkorlik tashkilotining 2023-yillik sayohat yili munbiri irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonda o'tkazilgan bo'lib, Xitoy atalmish Xinjiang yaxshi degan markani yaratganligi haqida davron soldi. Ma'lum bo'lishicha, 26 noyabrgacha Urumchida o'tkazilgan munbarga Qozog'iston, Eron, Pokiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Belorussiya qatorliq davlatlarning vakillaridan boshqa yana Sharq Turkistondagi har qaysi viloyat, oblast, shaharlardagi asosiy amaldorlar, mutaxassislar va sayohat korxonalarining vakillari qatnashgan. Angliya parlament a'zolari Angliya hukumatini quyosh energiyasi uskunalari importida Xitoyga tayinib qilishni azaytishga chaqirdi. Xabarlarga qaraganda, Angliya kelgusi iqtisodiy plani doirasida 2035-yilga borganda yillik o'rtacha quyosh energiyasini 15 gigawattdan 70 gigawattga yetkazishni planlagan. Parlament a'zolari Angliyaning quyosh energiyasi texnikasida Xitoyga tayinib qilishga qarshi andishalarini ifodalash bilan birga hukumatini Xitoyga tayinishni azaytishga chaqirgan. Xitoy Tayvanga qarshi istixborot harakatlarini kuchaytirgan bo'lib, Tayvanning pensiyaga chiqqan yoki xizmat o'tayotgan 10 askari Xitoy kommunist rejimi uchun josuslik qilish bilan ayblangan. Tayvan yuqori taftish mahkamasi bu haqda bayonot e'lon qilib, javobgarlardan 3 nafarining harbiy uchur to'plab, Xitoy kompartiyasi uchun tor ta'sis qilganligi sababli ayblanganligini, 4 josusning o'zlarining xizmat o'rnidan foydalanib harbiy maxfiy hujjatlarga erishganligini hamda bir qator harbiy maxfiyatliklarni Xitoy kompartiyasiga sotganligi sababli ayblanganligi oshkorlangan. Xitoy mamlakatlik xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin raisi Zeng Shanbang davlatining Janubiy Siprusning egalik huquqi, mustaqilligi va zimin butunligini qat'iy qo'llaydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Zeng boshchiligidagi bir hay'at Janubiy Siprusda ziyorati bo'lgan bo'lib, parlament raisi Anita Demetro bilan ko'rishgan. Ma'lum bo'lganidek, Siprusning turklar yashaydigan shimoliy qismi oz bir qism davlatlar tomonidan mustaqil davlat deb e'tirof qilingan. Egilinishcha, Isroiliya tashqi axborot mulozimat organi Mossadning boshlig'i Davud Barniya berib, insonparvarlik urush to'xtatishning uzartilishi va mahbus almashtirishni davomlashtirish to'g'risida suhbat o'tkazdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Barniya Dohada Qatar amaldorlari va Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i Bill Burns bilan uchrashdi ekan.